Assalomu alaykum. Opa, bir minutga mumkinmi? Va alaykum assalom. Hozir Islomxon tog'alaring. Onalari o'tib qoluvdi. Olib ketgan kiloni ruxsat bersangiz. Iyim, Gulnor opa-ya. Ha. Alloh rahmat qilsin, yaxshi insondirlar. Hozir. Islomxon, narsalaringizni yig'ishtiring, balam. Bugungi javob sizga. Ustoz dars yozib turadim-da. Ertaga kelib yozib olasiz, o'g'lim. Bugungi javob sizga. Ha, boboy. Ya, sen nega donasi olib ketding? Ha, men olib ketgan keldim. Yuring uyga. Bildim Islomxon. Tezroq yuramiz endi. Tog'a siz olib ketgan keldingizmi? Ayam kelmadimi? Yo'q, ayingiz kelisholmadi. Men keldim olib ketganni. Hozir uyimizga boramizmi yoki sizlarga boramizmi? Yo'q, sizlar uylaringga boramiz. Ayibxon Abdullohlar ham keldimi biznikiga? Yo'q, ular kelishmadi. Keyingi safar kelishadi. Ha, kelisholmabdi-da, o'ynardim mazza qilib. Ha, kelishadi, o'ynaverasizlar. Maktabdan vaqtlab oldingiz, darslarni qilolmadim. Darsingizni uyda qilib olaverasiz ertandan. Tog'a, buncha odam ko'p, uyimizda to'y bo'lyaptimi? Yo'q, Islomxon. Cho'ring. Assalomu alaykum. Waalaikumsalam. Ana kimlar bilan so'rash? Xo'p. Assalomu alaykum. Assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Kelib oldingmi jiyanim? Ha, kelib oldim. Uyimizda to'y bo'lyaptimi? Ha. Dadanglardan so'ra. Nima bo'lyapti? Yur uyga. Ayollarga nima bo'ldi o'zi? Qon bosimi ko'tarilib, o'zlarini tashlab yuborishibdi. Mana shularni ustodim. Qaysi qabristonga qo'ydilar ekan? Shu o'zimizni katta qabriston. O'g'lim. Onangiz bizni tashlab ketdi. Qanday tashlab ketadilar? Ana yotibdilar. Islomxon, onangiz Alloh diyoniga ketdilar. Izlardan o'pib xayrlashib. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jalasi onam. O'shanda bizni butkul tashlab ketib turganingizni bilganimda ona bag'rimga bosib hidlaringizga to'yib olgan bo'lardim. Hasratlarin ichga yutgan, dardim aytolmay berkitgan, meni kelishim zor kutgan onam.